Hammaga salom qizlar, hammalar yaxshimisizlar? Bugun men o'zim sizlar bilan ota uyimga, ya'ni qizlik uyimga olib ketaman. Har doimgidek sumkaga kerak emas narsalarni to'ldirib solvoldim. Hatto zamog'i ham yopilmay qoldi. Chunki ko'nglim joyiga tushadida, kerak emas bo'lsa ham kerak bo'lib qolishi mumkin deb ovolaman. Dadamiz keyin hozir chiqaman deb ishim bor deb tushib ketib 2 soatda chiqdilar. O'g'lim ham aya zeriktirdingiz videoga olib olib deb kameralarimni yopib oldi. Uyga kelsak ayam chuchvara qaynatib qo'yishgan ekan. Uni maynezlar bilan yeb oldik. Chuchvarani shundoq maynezda yeyishni rosa yaxshi ko'raman. Keyin Muhammad Amin bilan nima qilib jichcha o'ynadik. Rosa yaxshi narsa ekan. Ballari borlar. Sizlar ham o'ynanglar, ham trenirovka bo'ladi, ham o'yinga tushib maza qilasizlarda, ballaring bilan maza qilib vaqt o'tkazasizlar. Rosa qiziqarli. Muhammad Amin o'zi ham 2 soat zerikmadi, terilab pishib oqib ketguncha rosa o'yinga tushdi. O'zi o'g'lim o'yinga tushishni rosa yaxshi ko'radi. O'zimcha endi dam olaman deb borganim bilan ayam keyin sekin o'zingga ovqat qilish kerak, o'zing shirin qilasan-da deb nomi qiluvdilar. Chiqib ko'choch solib qo'ydim. Shunaqangi chiroyli chiqdi o'zi ham ranglari. Ta'mini aytmasa ham bo'ladi. Ovqatni keyin tuzini ko'rdim. Sizlar ham suv qolib go'shtidan tuzini ko'rasizlarmi? Balla keyin tog'asi bilan maza qilib o'ynashdi. Rosa ham yaxshi ko'radi tog'asini. Kelsa o'zi tog'asi uchun keladi. Ayniqsa Muhammad Amin. Mani o'g'limga maza, ham tog'asi bor, ham ikkita xolalari bor, ham amakisi bor, ham ammasi bor. Hamma narsadan bor o'g'limda, xudoga shukr. Keyin ovqatlarimiz ham pishib qoldi. Ovqatni salatlar bilan yedik. Salat ham qildik yoniga. Zo'r chiqdi. Ikkalasi ham ta'miga gap yo'q. Keyin dadam ishdan qaytishda nima olib kelay dedilar. Albatta pechoniy aytib yubordik. O'shandan keyin pechoniylarni yeb oldik. Keyin bu yerda Muhammad Amin har doimgidek tog'asi bilan kurash tushishadi. Shunaqangi kurash tushib, o'ynab yurib, bir achchig'im chiqib qolib, urushib ham qolaveradi tog'asi bilan. Pechoniylarni idish-bidishi bilan yuboribdi bu yerda Muhammad Amin. Vida yaxshi ko'radi. Keyin opa-singillar gaplashib o'tirdik biz. 3 ta opa-singilmiz. Biz o'zi aslida bir-birimizni ko'rish uchun boramiz. Bitta kunda boramiz. Maza qilib gaplashib, diydorlashib o'tiramiz. Kechki keyin ovqatdan keyin kim ekan bu yerda? Uni ko'rdik. Ertalab keyin tursam singlim zavtrak tayyorlab qo'yibdi. Zavtrakni qilib oldik. Keyin sekin dadam uyga tashlab qo'ydilar. Uyga qaytdik. Ertalab yasanib ketamizda qaytishda keyin kiyingan erinib, uy chistoshlarimizni kiyib ustidan kurtkalar kiyib ketaveramiz. Uyga kelib keyin ballarni yuvintirib oldim. Muhammad Amin katta balla bo'lib o'zlaricha o'zim yuvunaman degan bo'lganlar. Akasini yuvintirib chiqqunimcha bu yerda Zubayr hamma yoqda to'zitib, musorlarni titib o'tiribdi ekanda mazza qilib. Keyin bu yerda uxlatmoqchi bo'lsam umuman uxlamadi. Zubayrni uxlatish basha qiyin. Ungacha o'zim ko'zlarim yumilib ketadi uyqum kelib. Akasini uxlatib oldim. Endi bu balani ham uxlatib olsam bo'ldi. Qizlar, paka-paka. Hammani obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Aytgancha kommentariyam yozib qo'yinglar.